bunaqa pahollasa nima bo'lsa, final qoladi. Ha, paholga Shunday ko'p nima bo'lib qolsa, mana shu holatda mana shu apparatni bitta to'kkasi qilib ishlatib bering aka. Mana oltin rablikasida. Endi buni shu ko'rganlaringda mana shu rablika. Endi bunda aka. Men bunda chiqarganimni ko'rdilar, to'xtab qoldi. Endi bunda. Mana ozgina qolyapti. shuligi haqiqatan yaxshi ekan. Mana endi mo'ljallanmasa endi bizga yetkazilsa kerak. Aha, xudo xolasa. Ular o'sha boshqa narsalarda yaxshi chiqarib turadi, o'sha paholda mana shu holat dedi. Ha. Lekin ob'em ichida kichikroq ekan, to'g'ri endi narxi nisbatan, lekin bu hozir narxiga arziydigan ko'ngildagi narsa ekan, xudo xolasa endi. Bitta mana paholda. O'zbekda eng qiyin narsa chiqaradigan narsa paholda. Aha. Chunki paholda shunaqa chiqarsa qolgan narsani Buni olishda akamiz. Aka sizlarga ma'qulmi? Ma'qul, zo'r. Ma'qul, ko'ngildagi yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli Altemur kanali obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana akamizga o'zimizni o'sha chempion nomli apparatimizdan motorlari eng yaxshisidan va pichoqlari ham Mahavik segment va Malatko'lisdan olib keldik va bundan oldingisi o'zida mana akamiz olgan ekan, qaysidir bitta kompaniyadan. Buni ham pichoqlari lisli ekan va segmentli ekan. Endi akamiz bunga qoniqmasdan endi biz Altemur drabilkamizni olyapti, xarid qilyapti. Ikkalasini solishtirib ko'raman dedi. Agar qaysi biri yaxshi chiqarsa, tezroq chiqarsa, to'xtab qolmasa, yaxshi zo'r chiqarsa, o'shasini olaman deyapti. Endi bu o'ziniki. O'zinikini hozir birinchi chiqarib ko'radi, keyin biz Altemur universal drabilkamizni chiqaradi. Aka, bu undan oldin olganimiz, ha? 3 oy bo'ldi olganimga. Aha. Chiqarishlari yomon emas, lekin meni talabimga yarasha emas. Juda sekin, vaqtim juda ko'p ketyapti. O'shaning uchun almashtirish uchun bordim. Qani endi sinab ko'ramiz. Yomon emas bu ham. Yo'q, lekin yomon emas bu ham. Просто vaqtim juda ko'p ketadi bunda. Endi bunda hozir ozgina pahol, mosh va bida chiqarib beradi akamiz. Birinchi mana o'shani o'zida sinab ko'raylik. Xo'p, o'zidagi apparatda bu ham mayda sitkasida ekan, ha? Ha, mayda sitkasida. Mayda sitkasida. Keyin bunda chiqaramiz, bu ham mayda sitkasida. Qani ishlatib ko'ramiz, xudo xolasa. Kamiga bunaqa pahollasa nima bo'lsa, final qoladi. Ha, paholga shunday ko'p nima bo'lib qolsa, ha, pahol. Endi bu qayish qol aka. Yo'q, pahol qayish qo'g'ini. Paholni endi ichida tushganda. Hop, endi aka mana shu holatida. Aka, gapingizni bo'laman, va ishingizni ham bo'laman. Mana shu holatda mana shu apparatni bitta to'kkasi qilib ishlatib bering aka. Narigisini? Narigisida bunda ishlatgan chiqqan Altemur rablikasida. Endi buni shu ko'rganlaringda mana shu rablika. Endi bunda aka. Bunda Mahavikli оборот olishingni sekinroq bo'ladi aka. Hop. Tok timay qoldi aka. Tok timay qoldi. Avtomat tasha, to'xta, avtomat tasha. Ha, degan bitta ko'tarib olamiz endi. Avtomat ko'tarib. Bana buni. Qani uloch aka, tok keldimi? Ha, bo'ldi. Tokimizning holati 217-216 ekan, ha? O'sha o'dinitilda. Qani? Tashlatib ko'rasiz unda. Bu ham mayda sitkasida turibdi. Yana ozgina son aka. Yana ozgina son. Negativ yo'qolmasin. Men bunda chiqarganimni ko'rdilar, to'xtab qoldi. Endi bunda. Yana ozgina qolyapti. ishlari va ishlashi. O'chiramiz. Yana bitta
Endi bunda bitta chiqarib ko'raylik. Shola samon pahol chiqaryapmiz. Endi yana bunda bitta chiqarib ko'raylik akamiz. Mana azroq chiqaraman. Bo'ldi, to'xtadi aka. Aka, mana shola paholni o'zida chiqargan holati ozgina qisqa bunda. Bunda to'xta bo'ldi. Bunda mana to'xtagani yo'q, xudo xolasa. Bitta ukasi va akamiz o'zlari. Aka qalay ishlashi? Paholni o'zida mana hozir. Yaxshi, effekti yaxshi. Kuchliligi haqiqatan yaxshi ekan, mana endi mo'ljallandaqa endi bizga yetkazilsa kerak. Aha, xudo xolasa. Ular o'sha boshqa narsalarda yaxshi chiqarib turadi, o'sha paholda mana shu holat dedi. Ha. Lekin ob'em ichida kichikroq ekan, to'g'ri endi narxiga nisbatan, lekin bu hozir narxiga arziydigan ko'ngildagi narsa ekan, xudo xolasa endi Bitta mana paholda. o'zbekda eng qiyin narsa chiqaradigan narsa paholda. Aha. Chunki paholda shunaqa chiqarsa qolgan narsani Qolgani endi beda, mosh bor ekan. Xudo xolasa mana bunga buni qayerdan olgansiz aka endi Chust tarafdan degansiz. Endi Chustdan. Shu Namangan Chustdan olishgan ekan. Endi brendi yo'q. Bunaqa yasaydigan odamlar ham ko'p. Olishgan ekan. Mana bunga 2 marta imkoniyat berdik. Ikkovida ham to'xtab qoldi hisob aka. Bunda mana xudo xolasa biz Altemir Drabilkamiz shola samon, ya'ni paholda main setkasida, ikkalasida ham bir xil setkasi turibdi. Bunga kattasini qo'yib olganimiz yo'q mana. Main setkasida bunisi. Hop, bu ham main setkasida. Buni chiqargan holati, ozgina chiqargan holati. Endi aka, hop, nariga mosh bilan bedan chiqarib berasizmi aka ozgina? bo'ldi. Hop, o'sha razvedga hali boshqa ulab olganimiz yo'q. Mana ko'taraveramiz avtomat aka. Mana, sekin ko'tarilyapti. Mosh. Endi bundan chiqarib ko'raman, ha? Ha, bedadan solaveraman aka qo'ymasdan, ha. Bedadan. Ha, solaveraman. Ha, chiqarishi hurmatli obunachilar. Hamma narsa o'sha o'zining puliga yarasha, hop, sifatiga yarasha bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar, chiqarishlari hamma yo'g'i inshaalloh zo'r. Endi beda pres, undan oldingi pres, mosh pres, sal ozgina namroq va undan birinchisi pahol chiqardi. Endi mana bedalarda chiqaryapti. Mana shu beda pres va bu mana mosh pres ko'ryapsizlar, qorayib ketgan. Keyin shola samon, ya'ni paholda chiqardik, xudo xolasa. Aka, qalay chiqarish yaxshimi? Chiqarishi zo'r, ha. Ma'qulmi sizga? Ma'qul. Yaxshi shunisi. Bunisi mosh chiqqani, bunisi mana bedani chiqqan holati. O'sha, hop, sizda nechta mol qo'y bor aka? Ko'p. Adashmasam, akamiz aytdi, 40 ta qo'y, 5-6 ta mol bor dedi aka. O'shanga xudo xolasa yetkazib beradi. Xudo xolasa. Apparat ma'qulmi sizga aka? Ma'qul menga. Zo'r. Mana pichoqlari ham aylanishi hamma yo'g'i zo'r. O'sha chempion apparatimiz endi bu tikka holatda. Aka, bunda mana yonboshlaydigan oyoqchasi ham bor, qo'shimchasiga. Bitta tortib turib aka, bitta yonboshlatib tortaveramiz tepaga ana shuni. Ha, tortaveramiz bemalol. Tortaveramiz ana shuni. Aha, mana. Shunday qo'yib turib, ushlab turib bitta mana shu holatda ishlasangiz ham bo'laveradi buni. Xohlasangiz yonbosh holatda, xohlasangiz tikka holat. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'sha holatda ishlataverasiz-da. Tushunadi. Setkalari hammasi yonboshdan almashadi mana. Yonboshdan almashadi. Qolgan setkalari ham bor. Donga zaslonkasi, qolgan hop, donga ham setkasi va o'tga katta setkasi ham bor. O'sha hop, molga nariganda, qo'yga bo'lsa bunda chiqarsangiz mana shunaqa chiqaraveradi.
Xudo xolos akamiz ko'rdi, ishlatib oldi, ma'qul bo'ldi. Bundan kam joyi yo'q. Ortiq bo'lsa ortiq. Endi bu ham yomon emas. O'ziga yarasha yaxshi bu ham ishlayveradi. Endi yaxshi ishlab kelyapti turgan ekan, endi bu ozgina yetkazolmayapti ekan. Bundan olishdi akamiz. Aka sizlarga ma'qulmi? Ma'qul, zo'r. Ma'qul, ko'ngildagidek yaxshi. Mana akalarim o'zini fikrlari. Sizga ham mana shunday universal drabilka 226 ga ishlaydigan universal va nomer 1 drabilka kerak bo'lsa, bemalol Altemurga va mana shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xohlasa chiroyli qilib qilib hech qanaqa nima bo'lmadi, hali o'yin boshqa nima yo'q. Realni qilib ko'rdingmi? Bitta tok, bitta narsa. Hamma narsa o'sha bitta tok, bitta unitilda ishlab. Narxiga arziydi. Lekin to'g'ri, narxida farqi bor-da. Ha, narxida farqi bor, lekin o'sha xizmati ham o'shanga yarasha ekan. O'shanga yarasha, puliga yarasha-da, aka, sifatlari hamma yo'q. Aka, rozi bo'linglar. Rahmat. Yaxshi kunlar ishlayapsizlar, aka. Rozimiz. Xo'p. Mana akamiz endi bu drabilkani olib ketyapti. Bizniki unari kepkada akamizga qoldi. Endi bu akamiz o'zi ishlatadi, uyida 3 ta 4 ta hop qo'yib bor ekan, shunga yetadi mana. Mana shuni olib ketyapti akamiz. Sizga qo'y boqish hobbi, 4 ta qo'chqor bo'ladi. Yeraveradi. Bo'ldi, yeraveradi, mana olib ketyapti akamizga. Nariga oltamiz drabilkasi vaqa qoldi. Almiyma bilan dogovor qilib olamiz uni, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Mayli, rahmat sizlarga ham aka. Assalomu Xo'p, salomat bo'ling.